Hurmatlilar, bugun o'zimga zakazimda obzorini qilmoqchiman sizlarga. Demak, zakazga bitta mijozim yog'li yuzlar uchun kunduzgi kechqurundagi kremda hozir yozda yuzlari yog'li bo'lib, teshikchalar ochiq, poralarni yopadi, salni nima deydi, balansni normallashtiradida. Mana shu seriya. Bunga demak tozalovchi vosita zakaz qilganmiz. Bu gel umывания, undan keyin tonik. Mana absorbiрующий tonik. Aynan yog'li yuzlar uchun salni jelizli boyaga yog'ni balansini, yuzimizni yog'ini balansini normada ushlab turadigan mana shu seriya. Bunga qo'shib yana demak bir ikkita niqoblar zakaz qilish kerak. Plus hozir shunaqa aksiya ketyapti. Oxyologydan zakaz qilgan payting sizga sovg'aga mana patchlar, ko'z atrofidagi gialuron patchlari sovg'aga kelyapti. Bu bitta odamniki. Undan keyin metillarniy suv zakaz qilganman. Bu yog'li va kombinirованный yuzlar uchun metillarniy suv yuzimizdagi kosmetikani, chang, hamma narsani oladi. Ertalab kechqurun bu bilan artiladi, tozalanadi, lekin metillarniy suv eslaringizdan chiqmasin. Buni обязательно yuvishimiz kerak. Chunki metillarniy suv ham bu ham tozalovchi vosita bo'lgani uchun buni iliq suv bilan yuvib tashlaymizda, keyin kunduzgi yoki kechqurundagi kremni tonik bilan ishlatamiz. Undan keyin demak shu seriyani o'zidan Oxyology seriyasi kislorodniy oksigen legendarniy kislorod seriyasidan penka для умывания. Bu ta'sirchan yuzlarga to'g'ri keladi. Bu degan tozalovchi vosita. Bu ham tozalovchi vosita. Ta'sirchan yuzlarga, yosh kattalarga, juda o'ta quruq yuzlarga to'g'ri keladigan, tozalaydigan vosita penka. Da bu masalan mana bu geldan ko'ra gel 3-4 oyga yetsa, da penka sizga 6-7 oyga yetadi. Juda ham nima deydi, bu nimasi ko'p, konsentrированный. Bundan keyin hozir aynan aktualniy bo'lib kelayotgan mahsulotlarimizdan bittasi bu leto seriyasidan quyoshni saqlaydigan SPF kremlarimizda. Hozir mana shu SPF kremlarimizni ham ishlatish uchun birinchi siz yuzingizni yuvishingiz kerak, tonik qilishingiz kerak. Undan keyin demak quyoshdan saqlaydigan SPF kremlar. SPF kremlarimizni mana ustiga 50 SPF yozilgan, 30 yozilgan. Bu vaqt, bu demak yoshi emas, da bu aynan SPF'ni necha soat ushlab turishi, quyoshda necha soat saqlanishi. 50 bu yevro standart bo'lgani uchun 50 yozilgan bo'lsa, demak 500 minut yoniga nol qo'shasizda yoki unga ko'paytirasiz. 500 minut sizni yuzingizni quyoshdan saqlaydi. Eng tez ajin tushadigan, dog' tushadigan